Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Bugun mana 29-iyunga keldi. Yozda birinchi o'yinni yakunladik. Har bir faslda o'zini ishi bor. Dehqonchilikda chegaralanmagan, kitobda yozilmagan fikr-chikrlari bor. Shuning uchun dehqonchilikda bo'sh kelmaymiz. Barcha bizni ko'rib turgan do'stlarga xayrli kun. Hurmatli o'rtoqlar, bugungi mavzumiz onor haqida bo'ladi, chunki oxirgi 15-20 yildan o'tdi. Onorlarimiz bo'ladi, yo endi bo'laman deganda hozirdan boshlab chirib ketadi, yoki bo'lmasa kuzga yaxshi qoldi deb olib qo'ysak, qishda yashiklarda chirib ketadi. Bu juda ham yomon. Bu hammasi yaxshilikka, sababi tajribamiz oshadi. Dehqonchilik madaniyati kuchayadi. Biz ham o'sha chet ellardan qolishmaydigan mevalar mana qishda onornikilar 40 ming bo'yapti. Bir donami, yarim dona bo'lsa olib yeyapmiz. O'zimizniki odoq bo'lsa. Oxirgi 2-yil ketyapti. Onorga qattiq kurashyapman o'zim ham. O'tgan yil ozman natija bo'ldi. Bu yil 90 marta regularniy. Har 15 kun kamida 15 kun 10 kunda abrobotga qilib boryapmiz. Mana o'sha ifodamizda 50 kilogramm emomektos benzota zararkunlarga qarshi inseksid suvga aralashtiriladi. Protect mana. Protect bu ifodamizniki. Mana shunday holatda 15-20 gramm. Entos bilan ko'pchilik biladi buni, mana entos bilan. Ifodaniki bu ham. Entos bilan. Namlanuvchi kukun ya suvda eriydigan 20% aktonpit. Zararli darajasi yo'q, suvda eruvchi. 15-20 gramm. 15-20 gramm qo'shamiz. Protect nimada bor edi, mana olamiz. 15 grammdan 20 grammgacha. Tak, biz 15 grammga taxminan qilamiz. 20 litr 15 litrga qilamiz. Tak. 15 yana 15 gram, bir qoshig'imiz 15 gramga yuradi. 20 litr suvga mana. Mana. Protect 15 gram. Entos bilan 15 gram. Endi potex degan mikroelementimiz bor mana. Bu ham ifodanik. Potex o'simlikdan tayyorlangan sovuq organik modda, suyuq o'simlikdan tayyorlangan. Bundan ham 15-20 gram. Idishimiz 20 litr uchun bunga 30 gram. Mana u 25 gram. Buni peredoza degan narsa bo'lmaydi bizda. Mana. Bunga suvni quyamiz. Mana suv quyganda bir jarayon bo'ladi. Hurmatli o'rtoqlar, har qanday preparat magazinda hozir juda ham ko'p bunaqa narsalar. Har qanday shu parashok narsalarda shu bitta quyganda erib ketish kerak hozir. Eng sifatligini bilish uchun mana o'sha o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, hozir ko'rasizlar. Fonogramma yo'q edi, erib ketishini mana bitta suvda. Mana. Mana. Ana 15 litr suv quyildi hozir. Eng kerakli jarayon shu mana. 20 litr, 20 litr ketyapti mana. 7 litrda mana. Bizga hech qanday nima qolmadi mana. Mana sizga juda ham e'tibor berasizlar. Sifatli bo'lgani uchun shu erib ketdi mana. Bitta ham qolmadi. Tajribasi ko'p joyda aytilmaydi mana, yo'q mana. Oldgina qoldi. Mana shu 20 litr suvni o'zi erib ketdi. Oldin bir safar parashoklarda bitta baklashga eritish kerak edi. Mana shu eng kerakli jarayon, e'tibor berasizlar. Kechki payt 8da qorong'i 8da sepsak bo'laveradi. Ko'rsatamiz. Yoki ertalab vaqtli 3:30da yorug' tushyapti. Kechki payt ham bo'laveradi, ertalabkisi ham. Mana vaqtimizga havo plus 26-20 ga tushib qoldi. 26-20 dan pastda sepsa bo'laveradi. Mana ishni boshlash qiyin. Boshlagandan keyin pachag'ani chiqarib tashlaymiz. Chunki bu yil onorga qattiq turdik. Bu yaxshi ispitaniya.
axir shu bilan natija ko'rsak, do'stlarimiz natija ko'radi, baraka kiradi. U anorni bir 10 kiloni sotib ko'rsangiz keyin bilasiz foydasini. Umuman anorda achchig'i ham bo'lmaydi, yomoni yo'q. Achchiq anor ham tursa shirin bo'ladi. Mana holat hozircha yaxshi. Natijani kuzatib boringlar. Bir pasda sepib qo'ydik. Albatta protovagas kiyish shart, chunki ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Buni zaharlimi, boshqami qizig'i yo'q. Hatto suv sepganda ham protovagas kiyib olsangiz, hali undan keyin bir nima bo'lsa, hali podozrение bo'lmaydi. Protovagas bozorlarda, eski bozorda to'liq yotibdi. Mana holat. Kuzatib boringlar kanalimizda. Mana hurmatli bog'bonlar, potex, vitamin, biologik o'g'it, organik modda 30%, organik karbon 16%, umumiy azot 1,5%, umumiy organik azot 1,5%, umumiy suvda eruvchi kaliy 4%, bu 4-6 gacha. Ta'sir etish xususiyati. Ekinda ozuqa yetishmovchiligi belgilarini qisqa muddatda bartaraf etadi hamda stress omilidan bo'shatilish oldini oladi. Stressga tushganda ushbu o'g'it mevani kattalashtiradi, rang berishga yuqori samarali bo'lib, tarkibida organik moddalar tuproq unumdorligi uchun juda foydalidir. Stress asosiysi bu qo'shyapmiz, chunki shu uchovi preparat haqida qaytib ko'rsatyapmiz. Sababi mana xonadonlarda bog'bonlarga qiyin bo'lmasligi uchun boshlanishiga juda ham turlari ko'p. Bizga eng osoni o'zbek bopi, shu hamma bopi, ham cho'ntak bopini ko'rsatyapmiz. Chunki 1 litrdan, 1 kilodan bahorda olsangiz, kuzgacha bitta xonadonga 10, 15, 20 sotiyerga bemalol yetadi. Mana hozirgi stress deyapti. Mana havo isib ketyapti. Isib ketyapti. 37-40 ga chiqadi. Stressda barglari qiynaladi bilsalaringiz. Va o'sha suv yetishmasligi bo'ladi va mana bu mevalarni mana mevasini oftob ta'sir qilish qatirib qo'yadi bilsalaringiz. Shunga qarshi o'sha potex kurashar ekan. O'sha mikroelement, vitamin, o'g'it tomirlarda o'sha tezroq ishlatib beradi, chunki bu laboratoriyada как положено o'sha jahon standartiga ishlab chiqarilgan preparatlarimiz. Endi o'sha vitamin stressdan saqlab beradi. Bu yerda endi ikkinchi nimamiz Entosplan. Entosplanni juda ko'p foydalandik. Entosplan inseksid, aseton midrid 20%, shira, trips va boshqa zararkunanlikka qarshi tizimli ta'sir etuvchi vosita. Ta'sir etish xususiyati ushbu preparat g'alla, g'o'za, mevali bog'lar va boshqa sabzavot ekinlarida shira, trips, Kolorado qo'ng'izi, hatto tut, parvonasi va boshqa zararkunanlikka qarshi tizimli ta'sir etuvchi samarali vosita hisoblanadi. Mana Entosplan o'sha ham sistemli, ham kontaktli deyiladi. Sistemli degani mana hozir sepdik, 15 kun, 20 kungacha ta'sir qiladi, tana so'rib oladi. Mana shu tanasi barkigacha, hatto mevasigacha. Va mana shu 15-20 kungacha haligi mikroblar, zamburug'lar, zararkunandalar mana shuni yalab, tanani yalasa gitar kaput bo'laveradi. Bir shunaqa bir Entosplanimiz universal, ham shiralarni yo'qotadi. 10 kun, 15 kunda o'sha bir yil mana anorda e'tibor bersa, alohida e'tibor bering, chunki juda katta biznes. Mana shu hozir bitta anorimiz 50 kilo, 100 kilo meva qiladi. 100 kilo anorimiz 10 mingdan sotsak 1 million bo'ladimi? Oho, qanchadan qancha anor chirib ketyapti. Mana endi Entosplan mana shunaqa preparat. Endi yana qo'shimcha bu yerda Protek. Protek nima? Parashogimiz. Insoksid, enomaktanbenzol 5%, ko'sak qurtiga qarshi vosita. Ana qarang, bu ham qurtga. Hatto o'sha ko'sak qurtlari vilk deyilardi. Ko'sak qurti paxtalarda nima bo'lib ketardi. Ichiga kirib yeyardi. Mana shu ko'sak qurtlari menimcha paxta ozayganiga mana shu anorlarda ichiga kirishni o'rgandimi deyman. Mana endi bu ham sistemli, ham katlashli. 15-20 kungacha, hatto 20 kungacha o'sha tana hozir mana sepyapmizmi? Mana shu o'sha ichida qolgan qutgan mikroblar, mana shu ichiga tushgan qurtlari har regularni 10 kun, 15 kunda обработка qilyapmiz va o'shalar yalab Gitler kaput bo'laveradi. Protek. Ta'sir etish xususiyati g'o'za, pomidor, bog', tok va sabzavot ekinlariga zarar keltiruvchi, kemiruvchi qurtlarni, jumladan g'o'za, tinlama, olma qurti, kuya kabi zararkunandalarni
qarshi yuqori samarali inseksid. Yuqori haroratda ham samarasini pasaytirmaydi va 15 kungacha ta'sir kuchini saqlab qoladi, minimum 15 kungacha. Preparat tekkanda ta'sirga ega bo'lib, qo'llangan maydonlarda qisqa muddatda 1-2 kunda natija ko'rinadi. Mana bitta o'sha ekomiz ximiya aralashgan o'sha fungisid, inseksid chet ellardan kelgan nimalarni bizga hech kim garantiya ham bermaydi, javob ham bermaydi. Katta bog'da egalari o'sha nomer bor mutaxassislardan maslahat olib, mazza qilib dehqonchilik qilsa bo'ladi. Bundan tashqari yangiliklar ko'p. Shuncha hadar almashtirsam zerikmasin odamlarning kalla unaqa bo'lmay qolmasin deb, qabul qilmay qolmasin deb o'sha bir xil narsani ko'rsatyapmiz ko'proq. Eng asosiysi o'sha entos bilan ham potek ham o'sha kurtga qarshi o'sha fungisid holati bor. Ham sistemli, ham kattashli. Sog' bo'la, salomat bo'la, как понели. Potekimiz o'sha vitamin, suv holdagi. Mana bular ham sistemli, ham kontaktli. Mana shu ichiga o'rnashgan nimalarni Gitler kaput qiladi. Hozircha onorlar zo'r, natija bor. Mana hozir zapravka qilib qo'ydik. Mana hozir salqin tushsa, bugun salqinroq bo'lib turibdi, sepib ko'rsatamiz. Hurmatli bog'bon do'stlar, hamma narsa o'zimiz qo'limizda. Eng asosiysi bizda tinch mikroklimat bor, osoyishtalik bor, vatanimiz, yurtimiz tinch. Bizga o'xshagan yoshi kattalar mazza qilib, mana nevaralar o'ynayapti, bog'chadan keldi. Har bir bolalarimiz bog'chada, maktabda. Bizdan baxtli odamga biz nima qilishimiz kerak? Mana shularga qarshi kurashib, eng asosiy bu uch preparat hurmatli o'rtoqlar o'zimizdan chiqqan O'zbekistonimizdan shu ifodaniki nomerlarni qo'yib qo'yapmiz aksiyasiga. Bu yerda to'g'ri joriyani qilyapmiz, chunki